Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar hamda Xonqa ahli. Bugun biza Xorazm viloyatida yagona bo'lmuş Xonqa tumanidagi mebelchilar klasterindamiz. Bu yerni yagona deyishimizning sababi Xorazm viloyati bo'ylab bu klaster bir dona davlatimiz rahbarini har bir viloyatda mebelchilik klasterini rivojlantirish to'g'risida qarorina muvofiq beda chora-tadbirlar o'larak qurilish ishlari yetib turibdi. 10 gektar maydonda, umumiy 10 gektar, shuni 5 gektar qismida har xil zdaniyalar qurilgan. Bu zdaniyalarda mebel noldan tortib to eksportniy variantgacha ishlab chiqariladi. DSPlar laminatlanadi, furnitura qismlari, mebelni har xil qismlari ishlab chiqariladi. Bedoz umumiy 50 dona shu tadbirkorimiz jalb etilgan ekan. Xonqa tumani bo'ylab 200 dan oshiq mebelchi bor. Shuning uchun ham Xorazm viloyati bo'ylab Xonqa tumani bu mebel klasteri uchun tanlangan. O'zi avvaldan mebelchilik sanoati rivojlangan bo'lgani uchun tanlangan va yanada buni rivojlantirish uchun sa'y-harakatlar olib borilib turibdi. Mebelchilik klasterida endi sizlar faqatgina shu zdaniyani tushunmanglar. Ichkari tarafda zdaniyalar soni dum ko'p. Har bir zdaniyani o'zining vazifasi bo'ladi va umumiy zdaniyalar birgalikda mebelni noldan ishlab chiqariladilar. Biza hozir ichkarida og'alarimizdan so'radik, syomka qilsak bo'ladimi deb. Ular shu bitgandan syomka qilali, hozir ko'rsatish sal neudobniyroq dedilar. Shuning uchun kutib qolinglar, xudo xohlasa bu klaster ishga tushgandan keyin ham albatta beragalamizdan har bir zdaniyani qiladigan ishlaringacha YouTube formatdan katta bir video rolik qilamiz. Xonqallar hammasini iloji boricha zo'r aktiv kutib qolamiz. Xonqal danishlarimiz bo'lsa videoni yuborib qo'yinglar. Sizlar bilan Nagab Xorazm loyihasi bo'ldi.